Assalomu alaykum azizlar. Yana bir darvozamiz Namangan shahar Oromgoh hududiga kelib bu darvozamizni eni 395 balandligi 4 metr bo'ldi. Darvozamiz metrallari bilan tanishtiradigan bo'lsa, 12 li Chevrolet 8.217 steni, 1.8 li list, o'rtadagi 12.80 brusimiz 4 stenkada bo'lgan. Buni yo'llarga bir e'tibor berib qo'yasiz. Hop, 3 qavatli maxsus gibka apparat igdirib, mana yo'llari ham Rubigilatga zamonlar Zuber darvozani ochilib yopilishiga bitta baho buni orqa tarafini ko'rsatib o'tamiz. Hop. Darvozamiz pachinnilari o'sha pachinnili. Orqa taraflari. Bu darvozamiz egalariga ham juda ma'qul keldi. Kimga shunaqa darvozalar kerak bo'lsa, xizmatlaringizga tayyormiz.